Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlarimiz, Tunakafondan tashqari bu joyimizni ertaga xudo xolasa obzorini qilib beramiz. Bu xonadonimizni hozir Tunakafondan tashqari mavzularga o'tadigan bo'lsak, bir ikkita savollar bo'lyapti, rosa ko'p. Keyin o'zimdagi bor ma'lumotlarni, masalan, o'zim aqlim yetgan narsalarni sizlarga ham misol qilayotgan odamlar bo'lsa, hozir tom yopayotgan yoki masalan qayerlardadir misol bizni maslahatlarimiz misol kerak bo'lib qolishi mumkin. Ko'rsanglar videoda kerakli maslahatlar berib o'tamiz. Hozir eng asosiysi, hozirgi paytda Tunakafon hamma qildiryapti, tomni yopadi-da. Hamma Tunakafonga urinyapti-da. Tomni yopgandan keyin vodoselifini qo'yib ketadi ko'pchilik. Masalan, bu joyimizda ham vodoselifni qo'yib ketgan. Iloji bo'lsa, vodoselifini Tunakafon qilinayotganda qo'ydirilsa yaxshi bo'ladi. Chunki oldin Tunakafondan oldin DVP qatirilgan bo'lsa, fanera qilingan bo'lsa, faneralar xohlagan standart, nostandart bo'lardi, kesib qo'yib, bemalol gulini yo peshanasiga haligi rux tunakadan qilinardi, DVPdan qilinardi. Uni kirdi, chiqdi, kesib, to'g'rilab olsa bo'laverardi. Bunda standart bo'ladi-da bu Tunakafon. Shuning uchun standart bo'lgani uchun buni razmeri misol haligi ochilib qolishi mumkin joylarida. Imkon bo'lsa, qadrdonlar, monosini, vodoselifini keyin qo'ydirsanglar yaxshi bo'ladi. Tunakafon jarayonida. Biz o'zimiz qo'yishimizligi uchun gapirmoqchi emasman. Prosta yaxshi bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi. Iloji bo'lsa tom yoptirayotganda uni qo'yib keyin bu joyimizda ham o'rtada balkasi bo'lgan 15 sm, buni to'sinni tagida yana 15 sm tushgan joyi bo'lganda ikkiga bo'lib qo'ygan bu yerda. Biz nima qildikki, pastgacha olib tushdik. Endi darvozagacha tushib ketmadi-yu, hozir ko'rsataman. Bir xilda splashnoy qilib tom yopayotganda, masalan, endi masalan kimgadir misol yomon misol fikrda yo bir yomon bir xayolda gapirilmayapti. Shu tom yoptirayotgan hozirgi paytda masalan 2026-yilda tom yoptirayotgan, misol uy solayotgan odamlarga kerakli maslahatlar o'zimizda bor narsalarni aytib o'tmoqchimiz xolosda. Shuning uchun o'rtaga balki qo'ymasdan bir xilda mana buni darvozaxonam deb bo'lsa, bunaqasiga kelib turib, maydaginga to'sin qo'yib yuborsa bo'laveradi, misol mana uzunasiga. Masalan, menga ferma qo'yadigan bo'lsangiz, fermani mana 7-8 metrga fermaga stoyka ham kerak bo'lmaydi. Bitta ferma qo'yib turib, shu fermani tepasiga to'g'rilab turib, bu tomonga ham bitta fermacha yasatib turib, misol yoki xori qanaqadir 4/15 ga 15 xoridan qo'yib turib, to'sinni polni manaqasiga terib olsa bo'laveradi. Bitta splashnoy bo'ladi. Keyin mononga o'xshab turib, bu tomoni hali bolachig'i alohida bo'laveradi-da. Bu eng yomon narsaki, buni tay tomonlari bir xilda bo'lmay qoladi-da, agarda xohlagancha qo'yiladigan bo'lsa. Imkon bo'lsa pastga tushirolmay qolishimiz mumkin-da bizdan pastgacha. Endi bu yerda imkoniyati bo'ldi, buni pastga tushirdik. Bu tomonni ko'tarib turib, bu tomonni tushirib bir xil qilib urg'unini to'g'rilab qo'yib, pastlari ham to'g'ri keldi-da. Iloji bo'lsa bir xillik bo'lgani yaxshi, urg'unga qo'yib imkon qadar. Keyin ko'pchilik reykani tejaydi, nimalardir tejaydi deb ko'pchilik savol beradi-da. Biz ham misol ya'ni bu savollarga misol sirasi javob beramiz, baribir ko'rsatib ham o'tamiz. Bu reykani tejashligi iloji yo'q. Bu burchagimizda 4 tadan qatirilyapti. Reyka bo'lmasa bo'lmaydi. Bu yerda ham bo'lmasa bo'lmaydi. Bu yerda ham bo'lmasa bo'lmaydi. Buni misol busini olib turib, ikkita qo'yib qo'ysangiz meyerini qatirganlar yo'q, bu tushib ketadi. Anaqa joylarda ham masalan reykani. Biz umuman reykani umuman jilet qilmaymiz. Bemalol qo'yib, biz o'zimiz ishimizga ham yaxshi bo'ladi-da. Chiroyli chiqishligi uchun ko'p narsani misol hali oshiqcha ketib qolyapti, ko'p ketib qolyapti. Va mononi kaltaroq ishlating deyilgan narsa yo'q. Eng asosiysi sifatga ishlov bersa yaxshi bo'ladi.
Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga bu xonadonimiz Asakada bo'lgan. Kuchuk Asakani Kuchgan degan joyda. O'zimiz Asakalimiz, Asakada Kuchgan degan joyda qilganmiz. Ertaga xudo xolasa obzor qilib ertaga tugaydi, ayvonchasi qolgan xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.